To'g'risi, men qoyil qoldim. Mana hozir biza shu turali Aito degan mashinani elektromobil gibrid elektrda benzindan yuradi. Mana Aito hozir biz mana shu mashinani o'zimizning klientimiz motor moylarini elektr motor moylarini darib qo'ydi. Mashinani data qo'ygan ekan. Motor moylarini almashtirib berdi. O'g'aylar men bitta narsaga qoyil qoldim. Salon filtrini uni dahshat qilishgan ekan har qatda. Qaranglar, akkuratni misol uchun barcha yechilyapti. Barchani yechilishini o'zi ham akkuratni yechilyapti. Bir xilda o'sha kuchi bilan yoki mana bitta qanaqadir bulut qo'ymagan. Prosta ozgina shundoq tirs deb yechilyapti. Mana emas, aqlli qilingan ekan. Mana bitta salon filtri, qaranglar, salon filtri mana. Salon filtri ustidan mana bunaqa qo'yilgan. Prosta mana o'tirgan. Dahshat qilingan ekan. Bitta mana ochib, salon filtrini olasiz. Texnologiya qilingan ekan. Harakat yaxshiga endi salon filtriga e'tibor berasiz. Biz oldingi safar bundan oldingi safar ochgan edi, almashtirgan edi o'zimiz. Hozir yana keyingisida qo'yib beramiz salon filtriga. Ishlarimizni o'rganamiz.